قال عليه الصلاة والسلام Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İnne sureten min kitabillahi ma hiye illa 30 ayeten. Şefaat li raculin فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. Haqiqatda Allohning kitobida bir sura bor. Ul boritik 30 oyatdan turadi. Ham bu sura kishini yoqlab o'tdan olib chiqashaq, hammani jannatga kiritashak. Hammani jannatga kiritashak. Nindi sura bu? 30 oyatdan turadi. Mulk surasi. Mulk surasi. Ham shunga ko'ra bu surani gil o'qirga kerak. Shulay Peygamberimizning sunnatidan bo'lib turib bu surani qachon o'qirga? Ha? Yiqlar oldimdan. Bu surani yiqlar oldimdan o'qirga. Ham bu sura kishini o'tdan olib chiqashaq, ham jannatga kirashak. Ham jannatga kiritashak.